Bo'ldi. Endi kompyuter do'konim ham yopildi. Endi bo'lsa manba do'konimni yopishim kerak. Shuncha biznesim. Mayli ochiq qolibdi, mayli babachkim kirolmaydi, qoqib tashladim. Kirsa ham уже menga qiziq emas. Hozir manba ishlarida bitta qiynalgan oilam bilaman. Yaxshisi o'sha oilaga ehson qilaman. Hop, qani. Tak. Mayli. Tak. Qani. Voy. Mayli. Hop, endi o'ngga yurib, endi to'g'ridan mana shu chap tarafga. Bechora shoxli do'stim. Mayli. Tak. Hop. Narsalarda bo'lish kerak edi. O'sha opaxonning uylari. Xo'sh, qani. Mana topdim. Adashmasam shu bo'lish kerak. Mayli, mashinani ashyoga qo'yib yuboray. Tak. Bo'ldi. Uxlab o'tirganlar, chunki hozir tez bo'laman. Xo'sh, mana pullarni olamiz. Xo'p, mayli, hozir mashu bo'lish kerak edi. Men adashmasam, to'g'ri mashu ekan. Mayli, men bitta sandiq bor ekan. Yo'q ekan, ana uyda hech kim yo'qmi? Yo'q ekan, bo'lmasa ichkariga kirib o'zlariga berardim onaxonni. Mayli. Ana hozirgi ko'rgan sandig'imni hisobga qo'ya qolaman. Mayli, qani. Bo'ldi. Bu kaltni ham chopaman. Va bo'ldi. Xo'sh, endi sekin ketsam bo'laveradi. Mayli, qani. Hop. Xo'sh, tak. Oy, ozgina qoldi. Qani, ana bo'ldi. Endi sekin men hozir borishim kerak bo'lgan joyga borishim kerak. Chunki hozir bittasi bilan uchrashib olishim kerak men. Mayli. Go'zal joylaygan bu yoqda. Xo'sh, qani. Hop. Ashdan yuramiz. Va bu yoqda mana shu to'g'ridan ketishim kerak edi. Mana keldim почти. Oz qoldi. Nimadir bo'ldi. Mayli, hozir. Bo'ldi ana. Bechora shoxli do'stim. Bo'ldi, parkovka qildim. Endi bo'lsa hozir men bitta bolani
gaplashganim bola bilan. O'sha bola hozir men oldimga kelishi kerak. Xo'p, mayli, hozir men bolaga telefon qilaman. Bu joylar endi menga qizig'i yo'q. Endi men boshqa joyga, ya'ni boshqa davlatga uchib ketishim kerak. Ha, mayli. Alo. Aha. Ha, bo'ldi, mana mashina nomeriga hozir lokatsiya tashlab qo'yaman. Bo'ldi, sizga uring. Aha. Hop. Mayli, davay. Qani lokatsiya tashlaymiz. Qani, aha, bo'ldi, ana. Lokatsiya tashlandi. Endi ana bolaga esa bo'lgani. Hop. Mana keldi. Assalomu alaykum. Naroda sal chetroq gaplashsa bo'ladimi? Ha, mayli yuring. Tak. Hop, qarang, menga hozir Tailandga bir kishilik tur paket qilib bera olasizmi? Borish kelishi bilan. $550 bo'ldi. Kartaga tashlab qo'yaman. Mayli, sog' bo'ling. Aha, mayli. Keyin Telegramdan menga aloqaga chiqaverasiz. Aha, mayli, davay. Va bo'ldi. Nima ekan? Ketaversam ham bo'ladi. Xo'p, men endi hozir uyga borib ozgina dam olib, keyin bo'lsa narsalarimni yig'ishni boshlashim kerakmi? Ha, mayli.